Assalomu alaykum do'stlar. Xudo xohlasa sizlarga shunaqangi shapkalarni, shunaqangi fasonda bo'ladigan bo'lsa, necha kvadrat joyga, necha kvadrat tunuka rasxod bo'linishini qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Video foydali va manfaatli bo'ladigan bo'lsa, izohlarda o'z fikrlarni qoldirib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, shunaqangi fasonda bo'ladigan bo'lsa, tarnov tagidagi qosh deymiz, undan keyin kaseta hamda uzun ketgan karniz tagidagi farti deymiz. Bu kasetachalarni hisobini chiqarmay turamiz, sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun uni ham отдельно hisoblab chiqarsanglar bo'ladi. Xo'p, bir dona kasetamiz eni 56 bo'ladi. 4 sm joyi bilan 4 sm orasidagi kamera bilan birgalikda 60 sm joyda egallaydi. Shunda 20 metr joyga 0.60 bo'ladigan bo'lsa 33.3 salkam 33.5 ta kaseta ketadi. Xo'p, endi qosh qismiga keladigan bo'lsak, qosh 25 sm tunuka rasxoddan chiqadi. Karnizimiz bo'lsa 18 sm tunuka rasxoddan chiqadi. 0.18 plus 0.25 0.43 ko'paytiramiz. Joyimiz 20 metr bo'lganligi uchun 20 metr 8.6 bo'lyapti. Shunda qosh hamda karnizimiz umumiy 8.6 salkam 9 kvadrat tunukadan tayyorlanyapti. Xo'p, kasetamizga keladigan bo'lsak, kasetamiz endi joyimiz 1 metr bo'lganligi uchun 1 metr qoshni hisobiga 10 sm ayirib olamiz, 90 sm bo'ladida, karniz yopishini hisobiga 3 sm ayirib olamiz, 87 sm bo'ladi. Endi 87 sm qoshim kasetamizni peshonasi bor. Peshonasiga 7 sm qo'shamiz, 94 bo'lyapti. Plus 3 sm endi kasetamizni qovurg'asi bor orqa tomonda, 1,5 sm dan oldida, 1,5 orqada. 3 sm qo'shsak 97. Shunda kasetamizni boshidan oxirigacha uzunligi 97 sm bo'lyapti. 0.97 ko'paytiramiz 0.69. 0.69 bitta kaseta hamda bitta kamarda tunuka rasxodi. Necha santimetr tunukadan tayyorlanadi? 69 santimetrdan tayyorlanadi. Xo'p, 0.69 bo'lsa, bir dona kaseta hamda bir dona kamarimiz 0.6693. Xo'p, 0.67 kvadrat hisoblanyapti. Shunda boshidagi 33.5 ta kasetaga ko'paytiradigan bo'lsak, 33.5 22.4 kasetalarimizni o'rtadagi kamera bilan birga umumiy rasxodi 22.4 bo'lyapti. Endi qosh hamda karnizimizni qo'shadigan bo'lsak, 8.6 31 kvadrat tunuka rasxod qilinyapti. Xo'p, 20 kvadrat joyga 31 kvadrat tunuka rasxod bo'lyapti. Endi shunaqangi holatda fartugi tagiga tushadigan bo'lsa, necha santimetr tushadigan bo'lsa, bu yana kvadratni ko'payishiga sabab bo'ladi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xohlasa, bundanda foydali ma'lumotlarni tez chiqarib turishga harakat qilamiz.